Aqlning roli. İnsandaki organlarning hech biri bekorga yaratilgan emas. İnsan vücuduning yetakchisi bo'lgan aqlni alayliq. Aqlning vazifasi tafakkur qilish va izlanishdan iborat. Agar inson aqlini ishlatib, atrofidagi shaylar ustida fikr yurgizib izlanmaydigan, u aqlning vazifasini joriy qildirmagan, hatto asta-asta aqlning rolini tamamen yo'qotgan bo'ladi. İslam dini aqli bilish ustiga qurilgan din bo'lib, uning da'vati faqat aqllarga xitob qiladi. Kishilarni fikr yurgizib izlanishga chaqiradi. Kishilarning qarg'ularcha e'tiqod qilishini qat'iy rad qiladi. U kishilarni aql ishlatib, o'ylab, fikr yurgizib, haqiqatni tepishini talab qiladi. Shunga Qur'oni Karimda Alloh taolaning osmon, zamin va ularning orasidagi go'zal san'atlari ustida o'ylanib, fikr yurgizishini ibodatning javhiri deb qarg'anlikdan uningga intayin ko'p savob beriladiganligiga va'da qilgan. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga xitob qilib, aytqinki, osmonlarda va zaminda nimalarning borligini kuzatinglar degin. Bu oyatdagi kuzatishdan maqsad Alloh taolaning qudratiga va go'zal san'atlariga dalolat qiladigan koinotdagi alomatlarga qarab fikr yurgizish orqali Alloh taoloni tanishdan iborat. Bu oyatdagi kuzatinglar degan buyruq xuddi namoz o'qinglar, zakot beringlar, ro'za tutinglar deganga o'xshashla farzni ifodalaydi. Demak, tafakkur qilish farz. Chunki Qur'oni Karimda kelgan buyruqlar farzni ifodalaydi. Har bir odamning o'zidan men nadin keldim, nima uchun keldim va nega boraman degan savollarni so'rab, uningga javob tepish uchun fikr yurgizish va izlanish vazifasi bor. Chunki har qanday cho'ng jaholat kechirim qilinishi mumkin. Ammo odamning o'z vujudining sirini, hayotining g'oyasini va hayotlikdagi vazifasini bilmasligi qat'iy kechirim qilinmaydigan eng cho'ng jaholatdir. Aql va irodaga ega bo'lgan insonning yuqorqi 3 savoldan g'ofil holda boshqa jonliqlarga o'xshash yeyish va ichish va sapa surish bilanla umr o'tkazishi to'limu nomus ishdir. Bu 3 savol insonlar yaratilgandan buyon ular bilan birga hamroh bo'lib kelgan va ulardan davomli javob talab qiladigan abadiy savollardir. Bu savollarga Sharq va G'arbning faylasuflari har xil javoblarni berib baqqan. Ammo musulmonlarda bu savollarning javobi nihoyatda aniqdir. U bo'lsa-mu meni Alloh taolo yaratdi. Hayotlikdagi vazifam Alloh taolo buyurgan Muhammad alayhissalom ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirish orqali Alloh taologa bandichilik qilish. Baradigan yerim Alloh taolaning dargohidir. Fransiyalik faylasuf Descartes o'zining shak mazhabini paydo qilgandan boshlab, u har narsa ustida shak qilishga boshlaydi. Bu shak oxiri o'ziga berib yetganda o'zining borligiga shak qila olmaydi va mundoq deydi: Men o'ylab fikr yurgizishga ega bo'lganligim uchun o'zimning bor ekanligida shak qolmadi. Undaqda meni kim yaratdi? Navoda meni bu tabiat yaratgan bo'lsa, nima uchun menda bo'lgan aql, idrok va qobiliyat tabiatda bo'lmaydi? Tabiat o'zida bo'lmagan aql, idrokni va qobiliyatni menga qandoq beralisin? Alloh sizlarni onanglarning qo'rsqidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqardi. Shukr qilsin deb
sizlarga quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Alloh taolo tafakkur qilmaganlar haqida mundoq degan. Zahot. Nahl surasi 78-oyat. Ular yer yuzida sayr qilmadimi? Shuning bilan tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqat shuki, ko'zlarla ko'r bo'lmaydi. Balki ko'kraklardagi qalblar haqiqatni ko'rishdan ko'r bo'ladi. Shaksizki quloq, ko'z, dil qatorliqlarning hammasi so'roqqa tortiladi. Shaksizki quloq, ko'z, qalb qatorliq sezgu a'zolarning inson uchun qiladigan xizmatlari ko'p va bu a'zolarning Alloh taolaning oldidagi mas'uliyati og'irdir. İnsan quluqi bilan Alloh taolaning kalomini va payg'ambar alayhissalomning hadislarini anglaydi. Ko'zi bilan Alloh taolaning koinotdagi go'zal san'atlarini, uning borligi va birligini namoyon qiladigan turli alomatlarni ko'rdi. Qalbi bilan ko'rgan va anglagan haqiqatlarga ishonib, Alloh taologa iymon etdi. Yuqorqi 3 a'zoni ishlatish faqat aqlning vositasi bilan bo'ladi. Aql o'z yo'lida ishlatilgandila, yuqorqi 3 a'zomu o'z vazifalarini ado qila oladi. Zahot. 1. Haj surasi 46-oyat. 2. Isro surasi 36-oyat. Aql Alloh taoloni tonishning quroli. Alloh taoloni tonishning vositasi bo'lgan aql Qur'oni Karimda 49 o'rinda aqlinglarni ishlatmamsizlar degan oyat 13 o'rinda kelgan. Alloh taolo o'zining borligini va birligini ko'rsatadigan koinotdagi turli alomatlar bayon qilingan ko'plagan oyatlarning oxirini aqlini ishlatadigan qavm uchun buningda ibratlar bor. Aqlinglarni ishlatmamsizlar? Ibrat elinglar ey aql egilari deganga o'xshash jumlalar bilan tugatgan. Aqlni ishlatishga chaqirgan oyatlar nihoyat ko'p. Aql ishlatsin deb berilgan ne'mat bo'lib, uni ishlatganlar o'zining dunyo va oxiratlik ishlarini to'g'ri shaklda yo'lga qo'ya oladi. Aqlini ishlatmaganlar dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Qur'oni Karimda aqlini ishlatmaydiganlar hayvonlar qatoridan sanalgan. Shubhisizki Allohning nazarida jonliqlarning eng yomoni aqlini ishlatmaydigan gazqachilardir. İnsanның asli tabiati uni Alloh taologa boshlaydi. İnsandaki bu xil tabiat yoki qobiliyat yalğuz vijdon emas yoki yalğuz aqlli emas, balki u vijdon bilan aqlning birikishidir. Aql yalğuz o'zila Alloh taologa iymon keltirishni tabiiy zaruriyat deb biladi. İnson aqli shundaqki u ish uqmasdan yoki o'rganmasdan eng avval sabablar qonuniga, ya'ni hech narsaning sababsiz vujudga kelmaydiganligiga va har qanday bir san'atning biror san'atkorning mehnati orqali borliqqa keladiganligiga ishonadi. Sababsiz biror shayning vujudga kelishiga ishonmaydi. İlim-fan va madaniyatdan jiroq yashagan sahrolik bir odam Alloh taolo to'g'riliq so'ralganida sabablar qonunini qo'llanib, o'zining tug'ma qobiliyati bilan mundoq deb javob bergan ekan. Qumliqdagi to'gi izi bu joydan to'gining o'tganligiga, uloq izlari bu joydan karvonlarning o'tganligiga ishorat qiladi. Yulduzlar bilan qoplangan osmon, qit'alar va turli yo'llar bilan kengaygan zamin va dolqinlarni o'z ichiga olgan dengizlar, ularni yaratgan Allohga qandaqmi dalolat qilmasin? Ba'zi o'limalar o'zining yaratquchisini tonimagan odam aqlsiz odamdir
Navada u eng oliy darajalik diplomga erishgan biri bo'lsa-mu, uning ilmiy jihatdagi ustunligi zakovat deyiladi, aql deyilmaydi. Chunki koinotdagi eng cho'ng haqiqatdan, yaratilishning g'oyasidan va oxiratdan g'aflatda hayot kechirgan insonni hargizmi aqlliq degili bo'lmaydi degan. Onasidan ko'r tug'ilgan odam yo'riqlikni bilmaganga o'xshash qorong'ulikni bilmaydi. Bilimsiz odam o'zi nodon bo'lganligi uchun jaholatni bilmaydi. Yo'qsulning boyligi bo'lmag'achqa isrofchilikni bilmaydi. Halbuki biz insonlarda azaldan va manguga mavjud bo'lib turadigan bir zot haqidagi tushuncha bor. Agar u zot bo'lmagan bo'lsa edi, bizda bundoq tushunchimi bo'lmagan bo'lardi. Ma'lumki, bizning tasavvur qilganimiz va o'ylaganimiz boshqa biri emas, balki u dal Allohdir. Kanit. Aqlning chek-chegarasi. Garchi aql o'zi yolg'izla qudratlik bir yaratquchining borligini bilishga, uni tunishga va o'zining foyda ziyinini bilishga qodir bo'lsa-mu, u Alloh taolaning ism sifatlarini, dinning ahkomlarini bilishdan ojiz keladi. Chunki u biror manbaga muhtoj bo'ladi. Dinni masalalarda aql o'zi manba bo'la olmaydi. Chunki dinning manbasi naqldir. Buningda naql asos, aql yordamchidir. Shunga ko'z ko'rish uchun yo'riqlikqa muhtoj bo'lgandek, aql Alloh taolaning ism sifatlarini va dinning ahkomlarini bilish uchun naqlga muhtojdir. Biz musulmonlar uchun eng ishonchlik naql Qur'oni Karim bilan sahih hadisdir. Tasodibiylik. Dunyoning paydo bo'lishida tasodibiylikning ta'siri bormi? Quyoshdan ayrilgan yer shari ismlik bu kichik yulduz eng muvofiq bir o'ringa yerlashgandir. Bu yulduz bilan Quyoshning o'ttirsidagi musofa eng hikmatlik holda belgilangan va o'zining hozirgi o'rniga yoki o'qiga o'rinlashtirilgan bo'lib, uning Quyoshga ozroq yaqinlashgan bo'lsa, uningdagi barliq koinot kuyib kulga aylanib ketgan bo'ladi. Buning aksicha Quyoshdan ozroq uzoqlashgan bo'lsa, uningdagi barliq koinot muzlab tugishadi. Ammo yer shari bilan Quyosh ikkisi o'zlarining o'ttirsidagi bu musofaning tangpungliqini saqlab kelmoqda. Bu tangpungliq buzilgan bo'lsa, mavsumlar va kech-kunduzlarmi bo'lmagan bo'ladi. Yer sharining hozirgi o'rniga o'rinlashtirilganligi uning bir o'ringa bekitilgan midirlamas top ekanligini ifodalamaydi. Balki u sekundiga 30 kilometr tezlikda Quyoshning atrofida aylanadigan va Quyosh bilan birga 20 kilometr tezlikda harakatlanadigan bir sayyoradir. U mushundoq aylanishi bilan ham tezlikini yo'qotmaydi, ham Quyosh bilan bo'lgan musofani buzmaydi. Birla yer shari emas, balki boshqa minglarcha planetalar va millionlarcha yulduzlarmi shundoq intizomli holda harakat qiladi. Ularning bundoq intizom va musofa jihatdagi sistemasini buzmasdan taksha harakat qilishi bu ishlarning orqasida tasodibiylikning emas, balki mukammal ilm hikmat va kuch qudratga ega birining borligini ko'rsatadi. Dunyoga ko'z ochgan har bir bovoq o'zining ovozi, barmoqlarining izlari, siymosi, so'zlash usuli va hokazo bir qancha jihatdan yana birisidan farqli bo'lib turib, uning bir xil planda yaratilishi tasodibiylikning mumkin emasligini isbotlamoqda. Professor Jankuis yaratilishda tasodibiylikning mumkin emasligi haqida mundoq deydi.
Agar yer yuzida hayotlikning maydonga kelishini ehtimol hisoblarga bog'laydigan bo'lsak, bizning mavjud bo'lishimizning qat'iy mumkin emasligini jazmlashtira olamiz. Amerikalik professor Mikhail Harit ehtimol hisobi bilan biror jonliqning borligi kelmaydiganligini ilmiy usullar bilan isbotlagan va tasodibiylik yo'li bilan aql egisi bo'lgan insonning maydonga kelishining texmi mumkin emas ekanligini qayta dalillagan. Yuqorqi ikki olim shundoq bir ochiqlash bilan so'zini ilm voqeliklarning nima uchunlari haqida emas, balki qandoq ekanligi haqida izdinish demakdir degan jumla bilan tamomlagan. Biz bilim odamlarimiz eng kichik mavjudotdan eng cho'ng'icha atomdan yulduzlargacha so'zilgan butun koinot eng mukammal bir nizam, odatdan tashqari bir sistema bilan turmoqda. Uning ustiga bu koinotning aqlni lol qiladigan darajadagi ilmiy haqiqatlari kun sari oshmoqda. Qo'lingizdagi tangi pulni 1 million qitim havoga atsangiz va bu pul har qitimda ayni yuzi bilan tushsa, shu vaqtda tasodibiylikka imkoniyat bor demakdir. Degan tabiiy fan olimlari ilmning tasodibiylikni qat'iy qabul qila olmaydiganligini ochiqlaydi. Odatda aql farosatlik va yuqori ma'lumotli injenerlar ishlarini nihoyatda inchkilik bilan hisoblab chiqib, ondan planlaydi. Shundoq turib, ularning hisoblarida va planlarida ba'zi xatoliklar yuz berdi. Peterning prinsipi nomli asarning avtori Raymond Hall mundaq deb yozdi. 1 kilometr uzunluqdagi Aniyol ko'rikining bir andilla yiqilib dengizga tushib ketganligini ko'rdim. Chunki bu ko'rikning plani qancha qitim qaytalab tekshirilgan bo'lsa-mu, uning kichikkina bir yerida plan xatoligi yuz bergan edi. Yana bir İngiliz energiya markazidagi cho'ng tipdagi uch sovutish mashinasi bir andilla yiqilib tugashdi. Bularning har biri 1 million Amerika dollariga yasalgan edi. Ammo bular kuchli bir shamolga bardoshlik bera olmadi. Yuqorqi misollarda ko'rganimizdek, hisob va plandagi kichikkina xatolik cho'ng falokatlarga yo'l ochgan yerda har bir parchasi eng mukammal o'lcham, eng mukammal nizam va eng mukammal tangpungligi bilan yaratilgan mushu katta koinot biror tasodibiylikning natijasimi? Qani o'ylab beqing. Mikrofon oldida Qaraxon.